Assalomu alaykum. Men Jo'ramiyda universitetiman. Shifoxonamizdasiz. Shifoxonasidaman. Shu yerga bel grejasi, bo'yda greja bilan davolangan kelgandim. Belda 5 ta greja bor ekan, tog'a. Bo'yningizda 3 ta greja bor ekan. Keyin chap oyoq sovqotishi bilan kelgan ekansiz, prostata shamollashi, tez qatnashlar bilan kelgan ekansiz. Hozirda bellarda o'zgarishlar qanaqa bo'ldi, og'riqlaringiz? Og'riqlar shu yotib tursa bular yo'qoldi. Xudoga shukr, umuman 150% yo'qoldi. Og'riq yo'q hozirda. Yaxshi. Xo'p, bo'yinda ham og'rig'ingiz yo'q, a? Bo'yinda ham og'riq yo'q. Chap oyoq sovqotardi ekan, unda nima holat? Isida. Nima sog'ishlar yo'qoldi, xudoga shukr. Yaxshi, Alloh shifosini bersin. Xo'p, prostatada shamollash bor ekan, tez qatnashlaringiz, unda nima holatlar? U ham ana shu eng zo'r foyda qildi. 150% ga yordam berdi. 100% oshib ketdi. Yo'qoldi. Yaxshi. Unga foydasi zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Chiqmay qo'ydingiz, tez qatnamay qo'ydingiz, xudo xolasa. Yaxshi. Xo'p, yana nima kasalligingiz bor ekan bu yerda? Xo'p. Sizni oyoqlaringizda muvozanat saqlashlik yo'q-da, tekis yura olmasdingiz. Hozir qanaqa yuryapsiz? Yaxshi, zo'r. Muvozanatni saqlay olyapsiz. Muvozanat saqlayapman. Bemalol to'g'ri yura olyapsiz. To'g'ri yuryapman. Mashinalardan tushishda, chiqishda hech qiynalish yo'q. Yaxshi, yaxshi. Oldingidek bo'ldi. Alloh shifosini bersin. Shunaqa grejasi borlarga tavsiya qilasizmi, bemorlarga? Shunaqa bemorlarga tavsiya qilaman. Kelinglar, mana shu Jo'rambeyda klinikasiga, shu yerga kelib davolaninglar. Davolanishlar juda yaxshi davolar ekan. Siz kimdan eshitib keldingiz bizni? Men qo'shni mahalladagi bolalardan eshitib keldim o'zimizdagi. Bizda davolanishgan ekanmi? Mana shu yerda davolanib ketishgan ekan. U bolalar oilaviy davolanib ketishgan ekan. Shu bolalar bilan birga ishlaganimiz, o'shalar ko'rib qolib aytishdi, o'shalar gapi bo'yicha keldim. Xudoga shukr, men hozir shukr mana ancha yengilladim. Dardlarimdan qutuldim. Alloh shifo bersin. Salomat bo'ling, tog'a, sog' bo'ling, sog'ayib ketinglar.